Bir Andijonda bir ustozim bor, Hisob. Andijonda bir ustozimiz bor. Bu ustoz bizga ko'p yaxshilik qilgan, ko'p maslahatlar bergan. Bu insonda inson qatorida ham top, inson qatorida ham ustoz deymiz, san'atkor qatorida ham. Ilohim umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Shu hozir nima chiqib qolgan, WhatsApp aplikasiya degan narsa chiqib qolgan. Qadrdonlarda ancha bo'ldi ko'rib qolganimizga yo'qlar. Shu orqali gaplashib turibmiz. Shu insonni bir qo'shig'i bor. Shu do'stlar haqida aytgan. Qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Shu insondan ruxsat so'rab, ilohim duolar orqali aytyapmiz. Ilohim ustoz darajasida aytmasak ham qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Qo'shiqda aytadiki, ilohim bir-biringlarga do'stliklar, bir-biringlarga muhabbatlar boqiy bo'lsin ilohim. Bunaqa do'stlar hech qachon bo'lmasin, oqibatsiz do'stlar hech qachon bo'lmasin. Ilohim bir-biringlarga sabr bo'linglar, ilohim bir-biringlarga do'st bo'linglar. Va yana do'st bo'linglar. Qadr bilmas andishasiz cho'ralardan dog'ma. Holini so'rmas oqibatsiz nodonlardan dog'man. Hasratim chekkan azobim dil fig'onim bilmagan. Hasratim chekkan azobim dil fig'onim bilmagan. Ashki davlat mehriga hirs qo'yganlardan dog'man. Qadr bilmas andishasiz jo'ralardan dog'man. Qadr bilmas andishasiz oshnolardan dog'man. Abdul Xayr Xargiz o'zingga
qadr bilmas andishasiz cho'roqlardan dovman. Ilohim shunday qo'shiqlarni yetkazib bergan shu g'ayrat akamiz sarf sololsin ilohim.